O'zbekiston haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Aholisi 37 million. 1991-yilda mustaqil bo'lgan. 95% aholisi islom dinini qabul qilgan. O'zbek nomi 11-12 asrlarda paydo bo'lgan. Maydoni 448.900 kvadrat kilometr. O'zbek tili 1995-yilda lotin alifbosiga o'tgan. O'zbekiston 12 ta viloyat va bitta avtonom respublikasidan iborat. Poytaxti Toshkent shahri, undan oldin Samarqand bo'lgan. Birinchi prezidenti Islom Karimov. O'zbekistonning mustaqil bo'lishiga Islom Karimov sababchi bo'lgan. Men hech narsadan qo'rqmayman. Nima deganda, Hozirgi kunda davlatimizni Shavkat Mirziyoyev boshqaradi. O'zbekistondagi eng issiq shahar bu Termiz. Okeanlardan uzoqda joylashgan davlat. Orol dengizi bor va u ancha qurib qolgan. Orol dengizida kemalar qabristoni bor. Mamlakat hududining 3 dan 2 qismi cho'llardan iborat. 20% qismini esa tog'lar egallagan. Bir yilda deyarli 300 kun quyoshli bo'ladi. Dunyodagi eng katta tilla koni bor. Oltin qazib olish bo'yicha dunyoda 4-o'rinda turadi. Davlat tili o'zbek tili, ikkinchi til esa ingliz tili. Ammo ko'p hujjatlar haligacha rus tilida bo'ladi. O'zbekiston so'zi hamma o'z-o'ziga bek degan ma'noni bildiradi. O'zbeklar hatto tanimagan insonlar bilan ham salomlashishadi. Markaziy Osiyodagi eng qadimiy madrasa O'zbekistonda joylashgan. U Mir Arab madrasasi deb nomlanadi. O'zbekiston o'zining mehmondo'stligi bilan mashhur. Eng mashhur ichimligi choy. O'zbekiston uran ishlab chiqarish bo'yicha 5-o'rinda turadi. Milliy taomi palov. Palov 2016-yilda UNESCO madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan va O'zbekistonda palovning 200 xil turi bor. Har bitta marosimda albatta palov bo'ladi. Buxoroda 2000 yildan ortiq vaqt davomida doimiy aholi yashagan. O'zbekistonda 7 tonna palov tayyorlashgan va bu Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. O'zbeklar uchun asl yangi yil 21-martda nishonlanadi. Bu sana kun va tunning bir bo'lishini bildiradi va Navro'z deb nomlanadi. Bu bayramda sumalak pishiriladi. O'zbekistonda 84% o'zbeklar yashaydi. Eng katta muammolardan biri suv tanqisligi. Avtomobil yo'llarining umumiy uzunligi 160 ming kilometr. O'rtacha oylik ish haqi 200-250 dollar. O'zbekiston milliy valyutasi bu o'zbek so'mi va u 1994-yilda muomalaga chiqarilgan. Eng katta o'zbek so'mi 200 ming so'm. Samarqand tashkil topganiga 2750 yildan oshgan. O'zbekiston fuqarolari 31 ta davlatga vizasiz borishi mumkin. Markaziy Osiyo bo'yicha ilk metro O'zbekistonda bo'lgan va u 1977-yil 6-noyabrda ochilgan. Yiliga 160 million yo'lovchi tashiydi. Ibn Sino Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida tug'ilgan. Qizilqum cho'li 70 gradusgacha qizishi mumkin. Chorsu bozori eng qadimiy bozor hisoblanadi. 1997-yilda o'zbek bayrog'i orbitaga olib chiqilgan. Milliy bosh kiyimi do'ppi hisoblanadi. 2018-yilda yaratilgan do'ppi Guinnessning rekordiga kiritilgan. Uning hajmi 10 metr bo'lgan. O'zbekistonda yashovchi odam yiliga o'rtacha 3 kilogramm choy iste'mol qiladi. 80 dan ortiq davlat vakillari vizasiz O'zbekistonga kelishlari mumkin. Qo'qon shahrida Buyuk Xitoy devoridan keyingi o'rinda turadigan devor bor. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlari 130 ta. Tog'ning o'rtasida Zomin stadioni bor. Eng katta stadion esa Bunyodkor. O'zbekistonda 4000 tadan ortiq tarixiy yodgorliklar mavjud. Toshkent shahri tarixda Choch deb nomlangan. Xo'ja Nasriddin obrazi o'zbek xalqi uchun juda mashhur. Toshkent Markaziy Osiyo bo'yicha eng katta shahar hisoblanadi. O'zbekistonda 130 dan ortiq millat vakillari yashaydi. Yurtimizda 15 ta xalqaro aeroportlar mavjud. 4000 tadan oshiq shifoxonalar bor. Dunyodagi eng kuchli armiyalar reytingida O'zbekiston 65-o'rinda turadi. Aholining o'rtacha yoshi 29 yosh. Buxoroda 1300 yillik masjid bor. O'tgan yili jami 8 milliondan ortiq turist O'zbekistonga kelgan. O'zbeklar choyni 50 gradus issiqda ham ichishadi. Milliy kiyimi bu chopon. O'zbekistondagi eng katta viloyat Navoiy viloyati. O'zbekistonda avtomobillar asosan oq rangda. O'zbeklar orasida choyxona degan marosim juda mashhur. Eng ko'p qo'yilgan ism Muhammad Ali hisoblanadi. O'zbekiston barcha qo'shinlari islom bilan tugaydigan yagona davlat. To'ylarda o'rtacha 500 ta odam qatnashadi. O'zbekiston televideniyasining vatani hisoblanadi. Samarqand shahri qadimdagi Rim va Afina kabi shaharlar bilan tengdosh. Milliy sporti bu kurash. O'zbekistondagi eng baland nuqta Hazrati Sulton cho'qqisi hisoblanadi. O'zbekiston quruq kontinental iqlim mintaqasida joylashgan. Yozi juda issiq, qishi esa juda sovuq bo'ladi. O'zbekiston aholisining 51% shaharda yashashadi.
Toshkent teleminorasi Markaziy Osiyodagi eng baland inshoot hisoblanadi. Atom elektr stansiyasi qurilmoqda. O'zbekiston maktablarida ta'lim bepul. O'zbekiston to'g'ridan-to'g'ri okeanga chiqa olmaydigan davlat. Buyuk Ipak yo'lida joylashgan. Hozirda rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kiradi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi